Endi tashkilotda eng ko'p kitob o'qigan xodimga pul mukofoti beriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 15-yanvardagi 9-sonli qarori bilan tashkilotlarda kitob burchagi joriy etish taklifi berilyapti. Bundan tashqari, tashkilotda eng ko'p kitob o'qigan xodimga 1 oylik ish haqi miqdorida pul mukofoti berilishi nazarda tutilyapti. Bundan tashqari, top 100 talikka kirgan o'quvchi va talabalarga, eng ko'p kitob o'qigan o'quvchi talabalarga bazaviy hisoblash miqdorini 25 barobar miqdorida bir martalik pul mukofoti berilishi ham nazarda tutilyapti. Shu munosabatdan foydalanib, qadrli kuzatuvchilar, sizlarga bir ajoyib kitobni tavsiya qilmoqchiman. Hozir kunda o'qiyapman. Odil Yoqubovning Diyonat romani. Bu kitob juda ham ajoyib, sizni fikrlash doirangizda, dunyoqarashingizni kengaytiradi, sizni yashashga undaydi. Insonlarning qadr-qimmati va boylik, mansab va boshqa shon-shuhratlar abadiy bo'lmasligi, insonlarning qadr-qimmati ularning qilgan ishlariga bog'liqligi haqida hikoya qilinadi. Shu kitobni sizlarga tavsiya qilaman, albatta o'qinglar.